Nimaga bugun o'zbeklar chet eldan qush olib kelyapti? O'zi asl bu savol juda og'ir savol, javob undan ham og'ir. Asl mohiyatiga qarasang, o'zi aslida o'zbeklar chetdan qush olish kerak emas. Chet el naborot o'zbeklardan olish kerak. Chunki haqiqiy zo'r chempionlari bir paytlar O'zbekistonda bo'lgan. O'zbek haqiqiy zo'rini boqqan. Butun Turkistonni qush bilan kerak bo'lsa ta'minlagan. Tarixga qaraygan bo'lsak. Qani biz o'zimiz asl tozaqon zotlar. Bir paytlar Turkistonni larzaga solgan oq anjon, qora so'ch, qo'qon xonligi boqqan qo'shti chavkarlar. Jizzaxda bir uchganda bir sutka, ikki sutkada tushalmaydigan o'ta uchqur shilayoqlar bo'lgan. Toshkent boqqan chempion qopqonlar qani? Yo'q bo'ldi. Biz yeb bitirdik o'shalarni. Nimaga? Chunki biz naslchilikka e'tibor bermadik. Rostdan e'tibor bermadik. Butun dunyo naslchilikka e'tibor bergan bir paytda biz e'tibor bermadik. Emlash masalasi endi umuman boshqa. Juda kulgili. Butun dunyo bir yillik emlash tizimiga o'tgan bir paytda biz nima qildik? Chesnok suv berdik, piyoz suv berdik. Otam shunaqa qilgan tamoyilda ish qildik. Va hokazo. Nima bo'ldi? Natijada zamon rivojlandi. O'z-o'zidan kasalliklar ham rivojlandi. Kasalliklar rivojlandi. Biz haqiqiy tozaqon zot kapitallarimizni yeb bitirdi o'sha kasalliklar. Haqiqatda qirib yubordi, yo'qotib yubordi. To'g'ri, hozir ham bor, lekin barmoq bilan sanarli. Juda oz kamchilik, kam odam boqadi hozir. Bor, to'g'ri. Juda kam. Bu achchiq haqiqatda. Endi shu yo'qotganlarimiz o'rnini to'ldirish uchun mana hozir chetdan, hali undan, hali bundan shu yo'qotganimiz o'rnini to'ldirish uchun qushop, kaptar olib chaqiryapmiz. Bu o'zi aslida nima desang, achchiq haqiqat shu. Bu naslsizlikning narxi. Yo'qotgan o'sha naslarimizga to'langan qandaydir to'lov.